Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Do'stlar, uzr so'raymiz. Videorolik qo'yilgandan so'ng dastur yoki bot silkalari qo'yilmay qolyapti. Kech qo'yilyapti do'stlar. Bir ikkita sabablarga ko'ra yoddan chiqib qolyapti. Endi bundan buyog'iga to'liq qo'yib ketamiz. Qaysi dasturimiz botmi, barcha silkalarni kommentariyadan topishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan mini plus sex botini ko'rib chiqamiz. Bu botimiz orqali biz rubl ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, silka orqali o'tganlaringda mana shu start tugmasi chiqadi. Keyin mana shunda oyna ochiladi. Открытие предложенияni bosamiz va bizda mining ishlashni boshlaydi do'stlar. Bu rublda ishlaydigan bot ekan. Bizda 4 kun ishlab berar ekan, adashmasam, yo bo'lmasa 4 kundan buyon ishlab kelmoqda. To'liqlanisini bilmadim. Hali ko'p ma'lumotga ega emasman bot haqida. Bu yerdan dengi zadaniyani bossangiz kunlik bonus bor ekan do'stlar. Kunlik bonuslar mana shunday amalga oshiriladi. 45 kopeykadan bo'lar ekan har bittasi bir kuniga. Yoki ertaga ham yana ko'payish mumkin. Bunisini ertaga ko'ramiz do'stlar. Bu yerda Vibistirda 41 kopeyka turibdi. Profil bo'limini ko'rib chiqamiz. Bu yerda o'zingizning profilingiz, danlalaringiz, sarmoyasiz ham ishlash mumkin. Bu yerda referensiya silkangiz topishingiz mumkin do'stlar. Keyin statistikasini ham ko'rishingiz mumkin ekan. Kimlar qancha rubl chiqaryapti, pul kirgizyapti, shularni ham bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi do'stlar. Mana 56.500 rubl ham chiqarganlar bor ekan yoki free. Nimaga mana shunda boshqacha qolganlarga bir xil. Popomnet ekan bular do'stlar, pul kiritgan ekan. Bular USD pul chiqarganlar do'stlar. Eng kami 1 rubl chiqargan do'stlar. Bu yerdan do'stlar hisobimizni to'ldirishimiz mumkin ekan. 1000 minimalniy summa 1 rubl ekan do'stlar. 10 rublga 10%. 1 rubldan kunlik do'stlar. Yes promokodingiz bo'lsa, promokod orqali ham kiritsangiz bo'ladi. Bu yerga promokod kiritsangiz bo'ladi. Buni ham ko'rib chiqamiz. Kelinglar 10 rubl kiritib ko'ramiz. Payerni tanlaymiz. Avtomatik tarzda bo'lsa kerak. Avtomatik tarzda payer. Do'stlar, bu yerga payer hamyonlaringni kiritasizlar. Keyin payer manzil hozir kiritib, keyin davom ettiramiz videorolikni. Do'stlar, parolni kiritgandan so'ng sizda ham mana shunday oyna ochiladi. Confirm tugmasini bosamiz. Do'stlar, bizni popomnetimiz keyin tushdi do'stlar. Xohlovchilar kiritishi mumkin. Hech kimni majburlamayman bunga pul kiriting deb.
Xohlasangiz kiriting, xohlasangiz kiritmang do'stlar. Bu o'zingizga havola. Hech kimni majburlamaymiz bunga sarmoya kiriting degan. Hop. Pulimiz kelib tushdimi, shuni ko'ramiz. Nahot 1.40 kelib tushibdi do'stlar. Endi buni qayerdan ko'ramiz? Profil bo'limidan ko'ramiz. Mana общая summa, покупайте 10 rubl. Kiritdik. Bo'ldi do'stlar. Bizdan boshqa hech narsa ketmaydi. Shunchaki pul kiritasiz va ishlayverasiz do'stlar. Xohlasangiz do'stlaringizni chaqirib ishlashingiz mumkin, xohlasangiz sarmoya kiritib, xohlasangiz sarmoyasiz ravishda ham ishlasangiz bo'ladi. Hammani o'ziga bog'liq. Do'stlar, yana bir xabar aytamiz. Mana shu yerda yana bitta bot bor edi. Usudoti 1 million bot. Bu bot manzili ham kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Bunda ham asosan referral orqali ishlashimiz mumkin ekan do'stlar. Minimal summa 0.1 sent ekan. Referralga 0.5 sent ekan do'stlar. Hozir hisobimizda 1 sent bor. Har bitta chaqirgan odamingizga 0.5 sentdan berar ekan. To'g'ri 20 ga chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. 1 dollarga yetganda minimal summa 1 dollar do'stlar. Buni payerga chiqarib olsak bo'ladi. 1 dollarni to'g'ri 20 ga chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Asosiy bunda referral orqali ishlanadi do'stlar. Shu asosan referral orqali, boshqa hech narsa emas. Shunchaki qancha ko'p akkauntingiz bo'lsa, shuncha yaxshi. Shu start bosasiz bo'ldi do'stlar. Kanallarga obuna bo'lib qo'yasiz. Shu, boshqa hech qanday ishi yo'q do'stlar bunda. 10 talabmi, 20 talabmi akkauntingiz bo'lsa, start tugmasini bosib qo'yasiz, bo'ldi do'stlar. Bu botimiz ham to'ladi. Botimiz manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Bir kunda to'lab berar ekan do'stlar, 24 soat ichida pullaringiz kelib tushadi hisobingizga. Bunda ham juda ham oson, shunchaki zadaniyalar bajarib, o'yinlarni o'ynab ishlasak bo'ladi do'stlar. Играйте bo'limida o'yinlar bor. Kasholok bo'limidan o'zingiz minimal summa do'stlar 0.01 Dogecoin ekan. Mana ojdaniyaviy bot. Mana kecha kunda chiqargan edim. Bugun tushib keldi do'stlar. Bu botimiz ham 100% to'lovda. Botimiz manzili ham kommentariyada bo'ladi do'stlar. Получить nagradni bossangiz, mana bu yig'ilgan pullar hisobingizga o'tadi. Druziya bo'limidan referral silkangizni mana shu yerdan topishingiz mumkin. Barchangizga rahmat do'stlar. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib, videomizga like bosishni unutmang. Fikringizni kommentariyada qoldiring.